Bizi cho'lda yashash uchun Orol dengiziga yetib keldik o'rtoqlar. Ko'rib turgan joylarni mana shu qismiga palatkani qilamiz, mana shu qismiga oshxonani qilamiz, mana bu tarafga hojatxona va bu tarafiga dushovoy kabina qilamiz. Agar o'xshata olsangiz, issuvni ko'rib olsalar, uje bosh og'riyapti. Agar bugun ulguradigan bo'lsa, okey, hamma narsani yasab, bitta post joylashtiraylik, podpischilik ko'rib baho berishsin. Zo'r. Bundan tashqari, menga kelishimda M.dan bola sovg'a beruvdi. Rolex soat. Ha, 3 milliondan oshib turadi. Da. Podpischilikga sovg'a qilmoqchiman. Oo, gap yo'q. Kommentariyaga fikr bildiringlar. Eng ko'p like yig'gan kommentariya egasiga g'olibga mana shu soatda safardan qaytishim bilan olib borib beraman. Ozod bilan birga. Серьезный? Da? 5. Birga topshiramiz. Ketdi. Narsalarni yig'iylu. Davay. Bolalar ketdi. Qara, Siroj. Okey, kechqurun bu yo'li qop-qorong'i bo'ladi. O'shanga cho'chimayapsizmi? Kechqurunni bilmadim-ku, hozir mana bunday echki yemar ko'rdim-da. Yaxshi. YouTube kanal zudlik bilan sotiladi. Obunachilari soni 8000 tadan ortiq. Narxi $70. Prosmotrlarni ko'rishlaring mumkin. 300 ming, 400 ming, 500 ming marta ko'rilgan. Hech qanaqa nakrutka urilmagan. Kanal aktiv, video qo'yishlaring bilan rekomendatsiyaga chiqadi. Bunga garantiya beriladi. Narxi $70. Tezroq murojaat qilinglar. Pastda silka qoldiramiz. O'tib bemalol yozib xarid qilishlaring mumkin. Biz cho'lda o'zimizga sharoit qilishni boshladik. Abuka keling, dondozeki. Yutqizgan hojatxona qaziydi. Davay, birgacha. Dondonzeki. Bir kun kelib bolalarga mana shunaqa narsa yasab beraman deb o'ylamadim-da. Palatka, katta palatka. Bular qiynalmayapti deb o'ylashinglar mumkin, shuncha voqeani ko'rib. Abuka qo'lingizni bitta ko'rsating, okey. Mana 3 soatlik holat. Qo'llarini qaranglar, qorayib ketganda. Ichira Abuka. Glavniy xonani men yasayman, deyapti. Hojatxona. Xolos o'zim tikkanman. Taxminan necha soat bo'ldi? 2 soat. Hamma qiladigan ishga bitta ozod to'siq qo'ydi. Kirganlar rahmat etmasa kalti yeydi. Ishoninglar, hali palatkani yig'ib bo'lmadi. Mana 5 minut dam oling. Muzni ko'rsan. Itdek charchadi odam. Ko'rsatamizmi? Ko'ringlar. Bu bizani endi bir hafta yashaydigan uyimiz bu, mahallamiz bizani. Mani mehnatim hozir ko'rasizlar, faqat kulish yo'q. Ratatatam! This is toilet. Voy! O'g'limgami bu? Takoy multfilm. Ochuvmi? U yoqqa qarab, toza havoga qarab o'tiriladi-da. Mana bu yerda kim o'tirganimni ko'rib tura olasiz. Ey, nima bu? Tijoratxona-yu bu. Oka, o'zingiz aytdingiz, mashti bor narsalardan yasadiganinglarga mashinani topdim, oka. Shu darajada charchadikki, ovqat qilishga kuchimiz yo'q. Non yeb o'tiribman. Endi bu yoq peshanadan, kechqurun bu yoq qo'rqimchilik bo'ladi deyishyapti. Va sen chevoridan qo'rqmaysan? Vah! Yomon kechqurun yomon bo'ldi. Qanday bo'ldi? Cho'l 45 gradus issiq. Biz o'zimizga o'zimiz hammom yasab hozir cho'milmoqchimiz. Qo'limizda degan mana bunaqa, mana bunaqa, mana buni orqali bu kerak emas. Baklashga orqali Hammam yasaymiz. ketdi. Baklashgan ikkita chetini teshib olamiz. Ikkita chetidan kanop ip o'tkazib, mana bu yerga ossay, menimcha tushiydi. Mana kerakmi, mana bu bola? Mana shu turibdimi? Ha? Kerak edi demak. Bo'pti.
Nima urishyapsan? Yo'q. Buning ichiga ani oq izolenta o'rash kerak emasmi? Suv qo'yib yubormaslik uchun. Uni uramiz. Mana rostdan nimaga kerak emas? Mana shu turibdimi? Kerakdi. Kerakli haqida emas. Nimaga kerak? Qopqonni tekish uchun mana buni oldin qizdiryapman. Uni endi eritamiz. Balay, teshyaptimi? Biz uchun juda ham qadrli bo'lgan suv. Ekonomik ishlatyapmiz deylik bu joyda. Ko'ramiz qanchalik ko'taradi dushimiz. Faqat bu o'tirib cho'miladigan dush. Voy. Menimcha faqatgina o'zbeklar 45 gradus issiqda ham issiq choy ichadi. Va kim birinchi cho'miladi? Birinchi mijozman. Demak, ichki kuyib qolmasa. Qale. Oka biz uddaladik. Biz yashab keta olarkanmiz. Aha. Qani? Bitta narsa aytaymi? Oka вообще suv, oka o'g'il balaga. Voy. Aha, Bu ketdi. oka qimmat suvmi? Da. Bu rostda. Bo'ldi, yuvish kerak. Abuka. Hop, yuvish kerak. Abuka to'xtamayapti. Bo'ldi, yuvish kerak. Oka suvni ham ekonom qilish kerak. Tushundingmi? Abuka. Men shima Oka. Men shima qilmayapman. Oka shap. Rostdan shima qilmayapman, uka. Men qayerdan bilaman, bilmayapman. Bo'ldi oka. Suv kam-ku. Voy, kam, men nimadir qonman bo'pti, ana qol bo'pti, yuvar o'zing. Sen cho'milasanmi deding? Bo'l, yuvaroq bo'pti. Ochib olaymi? Ha, bo'ldi mana. Oka yana ko'prik ketdi. Yo'q. Oka bo'ldi. Ha, nima qildim men? Oka bo'ldi. Bir cho'mil uka. O'zim achib ketdik. Va yana quydik oka. Oka, rostdan shampunim sochchi dorisi u. Bo'ldi, ukam, bo'ldi. Kechir meni. Bo'ldi, bor suv. Oka yana ko'prik. Mana qo'limda tutdi-yu, mana. Qayerga boring. Missiya bajarildi. Cho'tki bo'ldi. Davay, ketdi bitta bolalar. Xayrli tong. Bizning shohona hayotimizning 3-kuni boshlandi. Krani tilladan bo'lgan dush kabinamizda yuzimizni yuvib olamiz. Ertalabdan uyquni ochish uchun bir stakan cappuccino zo'r ketadi-da. Quyoshda qolib ketganmi bu? Nonushdagi atrofimizda shuncha restoran bo'lishiga qaramasdan biz kamtarona kartoshka yeyishni tanladik. Quyosh qaranglar. Hovlimizda 45 gradus issiq. Meni ozodga havasim kelyapti, chunki u ichkarida 50 gradus issiqda muzdekkina o'tiribdi. Zamonaviy gaz plitamiz zo'r-da, bitta buriysan sirazi yonadi. Ha aytgancha, bular cho'lda yolg'iz qolib ketdi deb o'ylamanglar. Har kuni bizdan pashsha, chigirtka va kaltakesaklar xabar olib turishibdi. Kunimizni shunaqa qilib boshlab oldik. Endi abukam shopping qilgani magazinga ketdilar, men esa avtosalonga mashina ko'rgani ketdim. Aytgancha, bu yerda qatta avtosalon bor. Yo'qdingmi? Yo'qding. Ha, yo'qdi. Yaxshimisan? Nima qotgan ekan bu? Bilaman, nima bo'lding? Qanqa tushib ketdi? Nogiro. Dodiraman, qo'yib ketib qo'yamiz, ha? Shuymi? Yo'q. Baba, qo'y yetadimi? Oyog'i yaxshimi? Oyog'i yaxshimi? Olsan? Ol, ovur. Nima qotding? Oyog'ing ishlayaptimi? Yo'q. Yo'q. Nima qotding o'zi? Baxsi bormi? Telefon? Qani telefon? Shunaqa aytib, ey. Shu do'diryapti-yu. Qanday kadrni? Ibo! Nima qilyapsan? Tushib ketdi. Nogiro. Ey baba. Ber telefoningni ber buni. Voy kechir. Ko'tarib shuvarsen-chi. Mana shunaqa payt olish kerak videoga. Qanday o'yna? Bo'yning qirilib ketdi-yu. To'g'ri. Yablar. Ben tushdim-ku. Palatkada. Yo'q qoldi, tushunding? Faqirsiz nima bo'lyapti? Nima yotib olganlar deyman? Qanday qaysi oyog'ingni qattiq? To'g'ri. Chiqmaganmi, bilmaysizmi siz ko'rishni? Mana ish yo'q. Oy, xo'p. Sen ko'tara olasanmi yo birga ko'taramizmi? Yo'q, olib chiqolasanmi? Telefoning qani?
Manda. Xo'sh do'stlar, bizlarda shunaqa приключение deydimi, o'shaqalar ham bo'lib turadi. Hop. Telefonda gaplashib o'tirdim. Shunda o'tirdim, pulcha sinib ketdi-da. Ozgina tushdim. Endi chiqaman desam, yana bo'limdan ikkinchi qavati. Dalish kirib ketdim. Gijiri, omadsiz bo'gi. Yaxshi, hech narsa qilmadi. Bosh-boshimga ham tushishi mumkin edi. Udashib tushdim lekin. Pilch-da. Oyoqchi. Abuke. Ozod. Qo'y. Ko'r, men palatga shu buzilib ketdi. Tur. Tamam, lampochka qani? Voy, onasini yemsa. Anaqa uchib ketibdi, zonti uchib ketibdi. Mana hozir nimadir bo'ladi bu. Qozonni qopqoq qani? Mana ekani. Voy bolalar. Turinglar, ey. Zontilar uchib ketibdi, palatkalar uchib ketyapti. Qaltiryapman deyman. Mashinamiz qirilibdi. Surpriz. Cho'l hayotda. Ay, men yirtilibdi-yu, ozod. Qo'shtir. Okey, kechqurun birdan beri shu ahvol. Hali tinmagan. 35. Shamoli tezlik 35. Nima qilamiz? Uyga ketamizmi? Nima qilamiz, o'rtoqlar? Ketamizmi? Nima qarang? Nimaniki bu? Qo'rquvmi? Kecha sig'iydi. Hozir ketgan deylu. Benzin yo'q-ku. Voy. Mana adrenalin. Tomoq ham kesibdi. Biz o'shunaqa qizuv narsa xohlayotgandik, lekin bunchalik emas. Bu qiyin. Bu qo'rqimchilik bu. Yaxshi ham toshni ushlab turibdi, ancha-muncha bor-ku. Shamolda buni to'g'rilab bo'lmayapti. Endi shamol tilishini kutamiz. O'sha o'rish kerak ekanda. Xullas ahvol mana shunaqa. Shamolda palatkani to'g'rilab bo'lmadi. Oke, yomon chang bo'tdi. Ana sho'r chang. Mashinaga qarang, o'sha bir pastda. Ana qarang. Nimaga? Ketaylik. Qalisasa. Ketamizmi? Buni tilamiz qaranglar. Qurgan mahallamiz buzilib ketdi. Surpriz bor senga. Qanaqa? Ha, qara. Benzin tugagan ekan? Akkumulyator o'tirdi. Vo, yo'q-e. Nima bo'ladi endi? Qoldik. Vo, nasringizni. Maslahatinglar kerak faqat. Tormozni bosib turibsizmi? Ha, benzinimiz tugagan. Generator ishlamayapti. Xolodilnikda hamma narsa achi bo'ldi. Yeyishga hech narsa qolmadi. Juda suvimiz bor, kartoshkamiz bor. Oka kartoshka qo'yray desam ham, mana bitta olov yoqib bo'lmayapti-da. Shamolga teskari qo'yinglar deyishyapti-da. Yo, shamolga teskari qo'yib bo'lmaydi. Bu yerda boshqacharoq shamol ekan. Bunaqasi ekan, bunaqasi ekan, bunaqasi ekan, bunaqasi ekan shamol bo'lar. Hojatxonamiz buzilib ketib bo'lgan. Oshxonamiz chochilib ketgan. Palatkani ichiga kirib ham bo'lmaydi. Xo'p, endi qara, savol. Ya bo'ldi, okalar, to'xtatinglar, ketinglar deyishsa ham, qanaqa ketamiz? Aka, men qaytda uyda kutkim kelyapti, to'g'risi. Mayli, qanaqa? Qanaqa qilib ketamiz shu, ha? Eng yaqin magazinga borib uxlaylik desa ham 150 kilometr. 2-3 ta odamlar aloqaga chiqdi. Yo'q, qarang, bu videoni qanaqa qo'ymoqchisiz hozir? Svязь bo'lganda qo'yamiz. Svязь yo'q hozir, bilasizmi? Mana,
Orada bir keladi, bir yo'q bo'lib qoladi. O'sha payt mana shu videoni qo'yamiz. Soat 11 bo'lgan mana hozir. 4 soatdan beri mashinada o'tiribmiz. Xullas, yotishga joy yo'q, yeyishga narsa yo'q, ichishga suvimiz bor. Ketamizda akkumulyator o'tirgan. 2-3 odamlar kelamiz deyishgan edi, o 4 soat oldin. Lekin o'sha svязda yo'q ular ham. Mana ham svязda yo'qmi, ular ham svязda. Allohga tavakkal, duo qilib turinglar. Duo qilib turinglar. Inshaalloh yaxshi bo'ladi hammasi. Xo'sh, shunisi bilan-ku, ko'rni qiyinchiligi ham shuda. Kerak emas edi. Ya kerak edi. Yaxshi tarafini o'yla. Gap yo'q. Odam xursand bo'lib ketdi-ku, aka. Xalas ko'rdingmi? Yo'q, bizani ko'rgani kimdirlar keldi mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu yerdan o'tib ketyaptimi deylar? Esi, istoriyani ko'ribmi? Bizga yordam kuch keldi. Mo'ynoqdan akalarimiz bizga benzin olib kelishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi ma'minimiz ishlaydi. Aka 01 da yana kimdir kelyapti. Assalomu alaykum. O'rning aka. Aka, bu dunyoda mehribon odamlar ko'p. Xorazmdan yo'l tanlamas Cobalt. Qo'yil. Mahallamizga xush kelibsizlar. Qo'yilma, xush kelibsizlar. Aka, sizdan birinchi manga mana bu qo'lingizda benzin ko'rindi, aka. Rahmat jonim. Bering, anu uyga 4 tani olib kelganda benzin ko'tarib ketdilar. Ha, soat bo'ldimi? Yo'q. Soat bo'lmayapti-yu. 150 kilometrdan yurib keldinglar sizlar ham adir-budir yo'llardan. Bu akalar men uchun Marvel'dagi super qahramondek ko'rinishyapti jigarlar. Storalarimizni ko'rib 4 ta 5 ta mashinada odamlar benzinlar bilan bizani poddershka qilgani yetib kelishdi. Maza qilib oladi uni. Da. Telefonimiz zaryadga oladi endi. Yuramiz. City bardan ichaylik deyishyapti mehmonlar. Olinglar aka. Opa. Yomg'ir yog'adi deyishyapti, apasli emasmikan? Akalardan so'raylik. Garantiya beraman. Agar yomg'ir yog'sa qolib ketasizlar. Ya qaytib kerak. Bu yerdan yomg'ir yog'sa o'shini qolib ketasiz. Bir haftaga yana. Yo'q. Yo'llar o'sha dalda. Nimaga bizani qo'rqitishyapti? O'zligi olib kelishgan narsa bilan o'zligini mana chiroyli qilib mehmon qilyapmiz. Shuncha chiqaroqlarni ko'rdik biz, shunda qolatsiz yomg'ir yog'sa.